kamroq gapiraylik va go'shtli gapiraylik. Shunaqa gapiringki, sizdan chiqadigan so'zni realniy qiymati bo'lsin. Taroziga qo'yganda toshi og'ir kelsin. Ko'p gapiradigan insonlarni bilasiz, masalan, ularni bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deydi. O'sha ko'p chiqib ketadigan so'zlar, keraksiz bo'ladigan so'zlar insonni reputatsiyasiga ham ta'sir qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida ishlab yurganimda menga eng katta taassurotni qoldirgan bu Shayx Abdullah bin Zayd al-Nahyan bo'ladilar. Bugungi kunda birinchi hisoblanadilar. Ulardagi o'sha aurani kuchli qilib turadigan narsa donador so'zlash. Har bitta so'zni qiymat qo'shgan holda. Og'zingizdan 5 ta so'z chiqadimi? 5 tasi ham o'rinli bo'lishi kerak. 10 ta bo'lsa, sizni narxingiz tushdi. 15 ta bo'lsa, sizni hech kim eshitishni xohlamaydi.